Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari. Mana bugun yangi darsimizni boshlayapmiz. Bugungi darsimizda ham Sa'diy Sherozining Gulistonlaridagi darvishlar bobida qismidan bir hikoya bilan tanishamiz. Endi matnni o'qiymiz. Podshohi be dide istihqor در طایفه درویشان نظر کرد. یکی از آن میان به فراست به جای آورد و گفت: ای ملک، ما در این دنیا به جیش از تو کمتریم و به عیش خوشتر و به مرگ برابر و به قیامت بهتریم. اگر کشور خدایی کامران است وگر درویش حاجتمند نان است. در آن ساعت که خواهند این و آن مرد نخواهند از جهان بیش از کفن برد. طریق درویشان ذکر است و شکر، خدمت و طاعت، ایثار قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل. هر که بدین صفتها که گفتم موصوف است به حقیقت درویش است و اگر در قبا است. اما هر زگردی که بی نماز هواپرست هوسباز که روزها به شب آرد هر زگردی بی نماز هواپرست هوسباز که روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب غفلت بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بر زبان آید رند است و اگر در عبا است. Matnimizning o'zbekcha tarjimasini ko'rib chiqamiz. Demak, bir podshoh darvishlarning oldiga keldi va ularga haqoratomuz nazar bilan qaradi. Shunda darvishlardan biri farosat ko'zi bilan qaradi-da, podshohga shunday dedi: "Ey podshoh, bu dunyoda biz sening lashkarlaringdan miqdor jihatdan kammiz va yashashda esa baxtliroqmiz. O'limda hammamiz tengmiz va oxiratda esa yaxshiroqmiz." Pastda she'r keltirilgan edi. Shu she'rning tarjimasini ko'ramiz. Agar mamlakat egasi farovon yashasa-yu faqir esa nonga muhtoj bo'lsa ham, bu dunyodan ketish payti kelganida kim bo'lishidan qat'iy nazar hammaning olib boradigan narsasi faqatgina kafan bo'ladi xolos. Biz darvishlarning yo'li zikr va shukr, xizmat va itoat, boshqalar uchun fidoyilik qilish, boriga qanoat, yagona Xudoga ishonch, tavakkal, bo'ysunish va har bir narsaga bardosh berishdir. Kimda men sanagan sifatlar mavjud bo'lsa, u haqiqatda darvishdir. Garchi uning egnida qimmatbaho kiyim bo'lsa ham. Ammo benamoz va nafsparast, hirs va havasga berilgan, kunlarini shahvat domida o'tkazib, kechalarini g'aflat uyqusida o'tkazadigan kishi bo'lsa, qo'liga tushgan narsani yeydigan, tiliga kelgan narsani aytadigan bo'lsa, garchi uning kiyimi yamoq janda bo'lsa ham, u eng xunuk kimsa bo'lib hisoblanadi. Demak, ushbu o'qiganimiz matn edi. Endi qisqacha izohlaydigan bo'lsak, podshoh darvishlarga haqoratomuz qaraganlari uchun ulardan biri farosat ko'zi bilan qarab, podshohning takabburligini ko'rdi va unga javoban aytdiki: "Ey podshoh, sen o'zingni ko'p katta tutma. Garchi sening lashkaring, mol dunyoing juda ko'p bo'lsa-da, bu dunyoda biz och-nahor yashasak-da yashab o'tamiz. O'tar paytimiz, ya'ni vafot paytimiz teng bo'lamiz va lekin qiyomatda biz ustunroq bo'lamiz, ya'ni yaxshiroq bo'lamiz" dedi. Va haqiqiy darvishlarning holatini aytyaptiki, darvishlar zikrda, shukurda, xizmatda, itoatda va boshqalar uchun fidoyilikda, o'zlarining hollariga qanoat qiladigan, hamisha tavakkal qilib, boriga shukur qilib, uyog'iga bardosh beradigan xalqmiz. Agarchi kiyimimiz zo'r bo'lsa-da, qimmat bo'lsa-da, men aytgan sifatlar bo'lsa, biz haqiqiy darvishlarmiz deyapti. Va lekin men o'zimni darvish deb his qilaman desa-yu, oldiga kelgan narsani yesa, og'ziga kelgan gapni gapirsa, ibodati, toati bo'lmasa, nafsparast, hirs havasga berilgan kishi kecha kunduzini behuda ishlarga sarflaydigan bo'lsa, u odam
haqiqatda xunuk ish qilgan bo'ladi deyapti. Demak, ushbu qissadan hissa shuki, odam moliga, dunyosiga, nasl nasabi va mansabiga emas, balkim yaxshiligiga tayanish kerak va hamisha boriga shukr qilib, boshqalarning manfaatiga xizmat qilish kerak. Lekin o'zini hech qachon boshqalarga nisbatan katta tutadigan kibrli manman bo'lmasligi kerak. Qolgan fikrlaringizni izohlarda qoldirasizlar degan umiddamiz. Doim salomat bo'linglar. Xayr.